Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona MDF eshik, 2 dona MDF rom olib kelib o'rnatib berdik. Zalatoy dubdan bo'ldi. Buni ham nashkalantirang qilib nihoyatda go'zal bo'lib bitdi. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman. Enlari 1.30, bo'ylari 1.60 cm, xuddi shu razmerda 2 dona romi bo'lgan. O'ko chekkasiga bittadan ochilishlarni qo'yib berdik. Tepasi bitta splashni ko'z qilib berdik. MDFni eshigi enlari 1.10, bo'ylari 2.30 cm. Million zamoylarni qo'yganmiz. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Ochilib yopilishlari nihoyatda yaxshi, go'zal bo'lib bitdi. Romimizni razmeri, buni ikkinchi romimiz razmeri ham 1.30 ga 1.60, ikki yonida bittadan ochilishi bor. Oynalari bir qavat oq oynalarni qo'yib berdik. Eshigini yana 1.10 ga 2.30 cm, ikki qanotli eshiklarni qo'yib berganmiz. Plus million zamoylarni qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal bo'lib bitdi. Qadrli obunachilar, petlalarga to'xtaydigan bo'lsak, petlalar mana bitta, ikkita, plus 3 ta. 3 dona petlalarni qo'yib, mana rezinkalarni daqillamasligi uchun yangilik qilib, mana rezinkalarni ham qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, qadrli obunachilar, ichki tomondan ko'rinishlari, penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Nihoyatda go'zal bo'lib bitdi. Plus romlarni ham atido hamma yo'g'iga penalarni atido qo'ydik. Buni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Romlariga akvani petlasi plus akvani o'zini ruchkasini qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal bo'lib bitdi, qadrli obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar, egasiga 10 kun muddat aytuvdik. 9 kunda olib kelib o'rnatib berdik. Egasi xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Pastlarida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib razmerlaringni hisob-kitob qildirishlaring mumkin. Qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom, 2 dona eshik olib kelib o'rnatib berishimiz 4.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Qadrli obunachilar, addini narxini aytib o'tib ketinglar degan savollar tug'ilyapti. Odamlarda savollar berishyapti. Addini tushuntirib o'tib ketsak, xo'p, eshigimiz razmeri 1.10 dan enlari 1.10, 1.20, 1.30 gacha, bo'ylari 2.50 gacha bo'lgan razmerlar o'rtacha 1.300.000 so'm, 1.250.000 so'm atrofidan chiqadi. Qadrli obunachilar, romiga to'xtaydigan bo'lsak, romi 1.30 ga 1.60, 1.30 ga 1.70 razmerdagilar 1 million atrofidan bitadi. Qadrli obunachilar, yoniga agar biror dona yana ko'z ochiladigan bo'lsa, odatda o'tda ochilardi. Endi buni o'ko chekkasini ochib ber deganligi uchun o'ko chekkani ochib berdik. Ikkitadan shunaqa ikkitadan ochiladigan bo'lsa, 1.100.000 so'm atrofidan qo'shilib qoladi. Qadrli obunachilar, joyiga qarab yana narxlari o'zgarishi mumkin. Qadrli obunachilar, bizni kuzatib olinglar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.